Assalomu alaykum. Sizlar bilan Guliston Cherry avtosalonidagi Cherry 7 Pro Max modeli haqida gaplashamiz. Tigo 7 Pro Max modelimiz 1.6 motor, turbina, 186 ot kuchiga ega. Buni korobkalariga keladigan bo'lsak, DCD 7 korobkada bo'ladi. Faralari LED faralar bilan jihozlangan. Xo'p, bunda 4 tala balon tortadi. Balonlari R19 razmerdagi diska balonlarda bo'ladi. 7 Pro Max'imizda mana bagajlari ham elektronik bagaj bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Keyin buni zapaska balonlari ham o'zining razmerida kichkinaytirilmagan 19 razmerda diskalari bilan bo'ladi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. 12.3 dyumli monitorga ega. Bu tarafda tablo, bu tarafda monitor. Keyin mana rul tepaga, pastga 4 ta yo'nalishga yuradi. O'zga yoqqan tarzini qo'ysangiz bo'ladi. Bunda, ya'ni ko'rib turishingiz mumkin, adaptivniy kurs kontrol nazoratiga ega. Malasa удержатель hamma funksiyalari bor. Keyin buni ovoz bilan boshqarsa ham bo'ladi. Голосовое управление ya'ni. Здравствуйте. Что я могу для вас сделать? Открываю люк. Хорошо. Polni ovoz bilan hamma narsani boshqarsa bo'ladi. Bagaj, oyna. Mana ko'rishingiz mumkin. Klimat kontrollarni boshqarsa bo'ladi. Keyin mana bu yerda o'zini беспроводной zaryadchik joylari. Mana bu yerda bar, o'zini xolodilnigiga ega. Keyin mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, elektron yurishnik, avto hold, mana avarenka bu yerda knopkalar, bu yerda mana monitorda ovozini chiqarish, pasaytirish, yoqib o'chirishlari boshqarsangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerda nastroykaga, mashina nastroykalariga kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyin 360 kamerani yoqsangiz bo'ladi bu yerda. Keyin mana modellarni almashtirish, ya'ni haydash rejimlarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Sport, eko rejimlar, normal rejimlarga ega. Keyin mana sidenalari ko'rishingiz mumkin. Sidenalari eko kojadan bo'ladi. Mashinamiz 5 o'rindiqli mashina bo'ladi. 5 kishi bemalol ketadi uzoq yo'lga. Bu avtomobilimizning narxlariga keladigan bo'lsak, 365 million so'm bo'ladi. Bizda to'lov turlari qanday bor? Lizing bor, рассрочка bor, kredit bor. Sizlarni Cherry avtosalonida kutib qolamiz.